Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsiz. Mana shu spalni komplekt haqida to'liq video rolik tayyorlaganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa boshladik. Mana shu shkaflarimizdan boshlaymiz. Shkaflarimiz bo'yi keladigan bo'lsak 220 sm, eni esa 270 sm bo'ladi. Ichini kengligi 50 sm. Bemalol kiyimlaringizni ilib qo'ysangiz bemalol turaveradi. Bularning ustki qismlari keladigan bo'lsa, krashimli enlifdan, ishlovgichlari ham o'zini materialdan bo'lgan. Mana ochilishlari ham o'ta chiroyli ochiladi. Mexanizmlari ham vakuumli mexanizmda o'zi sekin yopilib qoladi. Ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, ichlarida bu tomoni kelin bolalarga moslashtirilgan uzun kiyimlarga ro'mol ilishlari ham bor. Burchaklarida seyflari ham bor. Ichlari ham tiniqqina qilib ishlangan. O'rtalari shunaqangi qora oynalardan ishlangan. Ichlari esa polkali bo'ladi. Polkalari ham bitta, ikkita, uchta, 4 qator polkasi bor. Bu tomoni esa kuyov bolalarga moslashtirilgan kalta kiyimlar uchun ichlari ham tiniqqina qilib ishlangan. Ko'ylak-po'ylaklarni ham yo'q, siqib ketadi. Ichlari ham kengina qilib ishlangan. Divanlariga keladigan bo'lsak, bosh tomonlariga ham e'tibor bersanglar, bahaybat qilib ishlangan. Razmerlari 270 bo'ladi. Mana shu tumbichkadan narigi tumbichkagacha 270 razmerda. Bu tomonining uzunligi 250 sm. Mana shu burchakdan bosh tomonigacha 250 sm bo'ladi. Matrasi ham yaxshi matraslardan 210 ga 170 lik matras. Oyoq tomonlarida sof sandiqlari ham bor. Ichlari ham kattagina. Xohlasangiz bu sof sandiqlarni boshqa joyga olib qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bosh tomonlari ham yumshoqqina qilib ishlangan. Mana e'tibor berib qo'yasizlar. Ikkitadan tumbichkalari ham chiroyli qilib ishlangan. Bu ham vakuum mexanizmlarda ishlangan bo'ladi. Bu tomonda esa trimolariga keladigan bo'lsak, trimolarning bo'ylari 1.85, eniga esa 1.45 razmerda bo'ladi. Bu trimomizda chiroqlari ham yonib o'chadi. O'ta chiroyli bo'lib. Tortmalari. Bu yerga tillo-pullolaringizni solib qo'yib, bemalol ishlasalar bo'laveradi. Ikkitadan tortmalari bo'ladi. Ichlari ham oppoqqina, kengina qilib ishlangan. Komplektda stolchalari ham bo'ladi. Bu tomonda ham tortmalariga e'tibor bersanglar, vakuum mexanizmda ishlangan. Ruchkalari ham o'zini materialda bo'ladi. Bu spalni komplektimizning narxiga keladigan bo'lsak, divani, sof sandig'i, matraslari, shkafi, trimosi bilan polni komplektimizning narxi 13.750.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham bor. Bu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Shu haqda kommentariyaga yozib qo'ying. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.